12 ayning 26 kuni bugungi naq maydon suhbat programmamiz dunyo iqtisodiga nazar haqida bo'ladi. Bu programmani biz boshlagandik. 10 minutdan keyin nim bo'ldi, ovoz faqat chiqmaganligi uchun qayt yana bir qatim yangidan boshladik. Shuning uchun ovoz chiqmay qolsa, ovoz chiqmadi deb uchur qoldirib qo'ygan bo'lsanglar, ovoz chiqqan bo'lsa boshlaveramiz. Assalomu alaykum. Gulnaz Abduqodir xonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib, Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmaga naq maydondan qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmat. Albatta mana program 10 minutdan keyin nim bo'ldi, faqat ovozimiz chiqmagani uchun qayta yana boshladik buni. Shunga to'g'ri tushungaysiz. Endi biz ham Uyg'ur choyxonasiga sizniki tunji qadam tashrif qilishingiz. Avval o'zingizni bir qisqacha bir ekran oldida qarindoshlarimizga tunishtirib o'tgan bo'lgan bo'lsangiz, sizni kona chet elda yashaydigan Uyg'urlarni ko'pincha tunigan bilan yoshlar tunimasligi mumkin. Shunga o'zingizni bir qisqa tushuntirib o'tgan bo'lsangiz rahmat. Assalomu alaykum ekran oldidagi qarindoshlarim. Assalomu alaykum Abdurahim. Siz garchi meni necha qatim taklif qilgan bo'lsangizmi, mush yildan 5dan boshlab meningki vaqtim chiqmay ekraningizga chiqamay qoldim. Bugun Alloh buyuribdiki, chiqib so'zlash nasib bo'ldi. Boshlab meningki vaqtim chiqmay. Ovoz qaytilanish bo'layotdi. Normallimi ashta bo'lsa? Endi Ovoz bor. Qaytilanish bo'lib qoldi. Bugun endi so'zlaydigan kimmiz? Shu 25-yildagi dunyo iqtisodi nima ishlar bo'ldi deganni so'zlamoqchiman. Undan burun meni o'zingizni tanishtirib dedingiz. Men Gulnaz Abduqodir, men Amerikaga kelganimga 41 yil bo'lib qoldi. 41 yil bo'libdi. Men bu yerga o'qishga chiqqan. O'qishga chiqib Amerikaning University of California Davis'da shu yezilik iqtisodi boshqarish, asosan iqtisod. Shundan magistrga qoldim. Undan keyin University of Florida Gainesville'da yana boyliq, tabiiy boyliqni boshqarish to'g'risida yana bir ikkinchi magistrni oldim. Undan keyin business school'da So'z maktabda shu universitetning ichidagi doktorlik oldim. Undan xalqaro savdo va xalqaro moliya to'g'risida. Undan keyin 1993-yili 1993-yili doktorlik unvonini olib, Dunyo bankisiga yosh iqtisodshunos bo'lib, shu yerga ishga kirdim. U yerda asosiyatdan Osiyo, O'rta Osiyo va Sharqiy Yevropa taraflarda mablag' silish xizmatlari bo'ldim. 10 yil ishlatdim. Keyin uşaq ballarım bo'lib, bizning xizmatimiz to'lisi shu sirtqa boshqa davlatlarga berib mablag' silish, davomli sirtda yurish bo'lgandan keyin ballarım bilan qiynalib qolib, shu Amerika o'z ishidagi xalqaro vakilligi bor moliya institutlarida 3 o'xshamagan institutda ishladim. U yerda 23 yil ishlabdim. Jami 33 yil ishlab, mana 2 yil oldi pensiyaga chiqib, andan pensiyaga chiqqaningizda bir umr yozgan she'rlarimni ratlab 2 kitob qilib chiqardim. Birisini bultu chiqargan, birisi 5 yil 25-yil chiqdi. Anakin ayıl tarixini yezib uni chiqardim. Ular hammasi davlatning har qanday yerdagi, dunyoning har qanday yerdagi kishilar Amazondan ola oladi. Qiziqsanglar, andan mening YouTube kanalim bor. U yerda ham she'r guzarlığı hem o'sha iqtisod to'g'risida leksiyalar bor. Qaybir she'rlarni uyg'urchaga tarjima qilib, musiqa qilib ishlangan naqshlarmi bor. Qiziqsanglar, kirib YouTube kanalimni ko'rib boqinglar. Rahmat. Siz chet el rostgan hammadan burun chiqqan, ham chiqib yuqori o'qib, yuqori ixtisosga xizmat qilib ekansiz, iqtisodshunos. Buni faxrlandik.
bugun Uyg'ur choyxonasida tunji qatim siz bilan bir uchrashish, xalqimizni tanishtirishga fursat bo'libdi. Buning uchun ko'p Allohga ko'p rahmat aytamiz. Bunda bir hozirliklarni yaratib berganiga. Unda bo'lsa siz bugungi o'zingiz tayyorlab kelgan shu dunyo iqtisodida 2025 nima ish olib ketdi haqida bir PPT o'lchatyapti. Shuni bo'yicha bir tushundirsam, ham oraliqda savollar qolib qolsa, men shunaqa so'rayman sizdan. Bo'lmadi. Kichik bo'lib qolib, men cho'ng bo'lib qoldim. Ko'rinmadi. Endi bo'ldi-ku deyman. Bugun biz 25-yildagi dunyo iqtisodida, dunyo iqtisodiga cho'kib kiramiz. Bu yil hamda eng qorong'u qiyoslarninki bir qismiga duch kelgan bo'lsakmi, ammo mutlaq ikki asosli kuch, bu bo'lsa o'zgarishchanlik va chidamchanlik bilan belgilangan bir yil bo'ldi. Dunyo qarz tanaqqisi nihoyatda zo'r darajada oshdi va yangi jo'g'rafiya siyosat xaritasiga moslashdi. Biz dunyoda o'xshamagan rayonlarninki bu yo'lda qandoq mang'anligini tafsiliy ko'rib o'tamiz hozirgi. Birinchi sertmiga kelsangiz, ovozim chiqyaptimi, chiqmadimi? Chiqyaptimi-da? Sizga chiqqan bilan boshqalarga chiqdimi, chiqmadimi? Shuni bir ko'rarmanlar devatgan bo'lsa, bo'ptimi? Bo'pti unda. Boshqalarga chiqqan bo'lsa, bo'pti unda bo'lsa. Unda hozir birinchisiga keldikmi? Birinchisini ko'rib o'taylik. Birinchi serialga kelsak, dunyodagi GDP o'sish sur'atini ko'rib boqaylik, sur'at qanday bo'lyotidi. Hozir asosliq temaga kelsak, 25-yili asta o'sadigan hamda chidamchanlik bilan o'sadigan deb faraz qilgan. Dunyoviy iqtisodiy o'simishi o'tirhol bo'ldi. Buldi 3,3 bo'lgan. Bu yil 3,2 bo'lib sal ostlandi. Endi mana bu taraqqiy qilgan iqtisodiy davlatlarga qarasak, ularninki o'sishi 1,6 bo'lib chiqibdi. Mana bu yerda. Men ma'lumsam ko'rinamdiki, ammo gulinayotgan davlatlar yanada kuchli bo'lib ko'rinyapti-da iqtisodiy o'sishda. Buningda Osiyo boshlamchilik bo'lib menyapti. Bu deganlik dunyoviy iqtisodiy o'sishninki nuqtasi yetkaldi demaklik. Taraqqiy qilgan iqtisodlardan taraqqiy qilayotgan iqtisodlarga. Bu xil chidamchilik bir xil bo'lmadi. G'oy rayonlarda nihoyat yaxshi. Bu yil iqtisodninki davomliq iniqsizlik bo'lib qolishi, siyosatninki, jo'g'rafiya siyosatninki to'xtalg'ulari, bular o'xshamagan rayonlarga o'xshamagan natijalarni ko'rsatib chiqadi. Endi ikkinchi serialga kelsak, jo'grafiyalik siyosat va savdo vaziyati. Bunga kelsak, agar 24-yili taktik bo'lingan, siyosiy taktik bo'lingan bir taktik yili bo'lgan bo'lsa, shuni bilgan bo'lsak, bu yil 25-yili jo'g'rafiya bo'linishni, jo'g'rafiya siyosiy bo'linishninki dunyoning har qaysisiga haqiqini his qildik ham ko'rdik. Buningki asosli kuchi, bunda bo'linishning kuchi shu savdo to'lqinininki shiddatli o'sib ketishi,
Masalan, o Tamboji bejininki yuqori bo'lib ketishi, korxonalarninki ishlab chiqarish tannarxisini ko'taryapti. Andın biz yılның beshida nurg'un korxonalar, shirkatlar aldirab import qilyoldi. Bu import boji, ko'tarilishidan burun jiqaroq import qilaylik deb. Bu nurg'un omborlarninki ijara haqqini ko'taryapti. Nurg'un shirkatlar molni akab qo'yib qo'yadigan yer topolmay ketdi. Shunaqa bir ahvolga duch keldik. Shuning bilan birgala ham bir shirkatlar, korxonalar o'ziniki xatardan qutulishini, yana o'ziniki ta'minlash zanjirini qaytadan qurib chiqishini jiddiy o'ylashdi. Bu xil uzluksiz jiddiychilik hamda shu yuqori energiyaninki bahoning baholigi, bahosining yuqori bo'lib ketganligi, ham turoqsizligi, shular hammasi qo'shilib o'zi bir shu dunyo miqyosidagi shirkatlar, mablag' sag'uvchilarga bir to'salg'u bo'lib, bir cho'ng to'salg'u bo'ldi. Shuning bilan 3-chi serpiniga kelaylik. Mmh. Siyosiy parchalash to'g'risida, jo'g'rafiya siyosiy parchalash to'g'risida. Buningki hamda buninkini o'zimiz hammamiz ko'rib o'tdik. Jo'grafiyalik siyosiy bo'linish deganlik shu o'xshamagan iqtisodiy va siyosat bo'laklarga, birlikmalarga bo'linib ketdi-da. Dunyodagi hamkorlashish, dunyoviy hamkorlashish ozlashib, har jo'grafiya rayonlarga siyosatni markaz qilib bo'linib ketdi. Buningda shu bir tarafdan Amerikaninki Amerika taraf bo'lib, Jungo taraf bo'lib, Jungoga ittifoq qilganlar, ittifoqlashishlar, Amerikaga ittifoqlashganlar bu 2 bo'limga cho'ng bo'linish bo'ldi. Bu burunqi ko'p turlik hamkorlashish, dunyoviy deganlar hammasi ojizlashib ketdi. Bo'libmi shu dunyodagi institutlar, Dunyo savdo tashkiloti, UN deganlarninki kuchi ojizlashdi. Ular ojizlashib ketdi. Andan keyin bu savdo va iqtisodni bir qurollashtirib oldi. Savdo iqtisodni. Bunda sovuq to'salg'i bo'lish, andan keyin bo'linib chiqish o'xshamagan nimalarga, shu ta'minlash zanjirlarini qaytadan qurib chiqish, yana shu o'zlari bilan do'stona bo'lgan davlatlar bilan birga hamkorlashish, boshqalar bilan ayrilib ketish degandakchi. Bularninki bo'lgan ta'siri yuqori, buningki unumi tuvan, tannarxisi yuqori dunyoviy iqtisodiga shunday bir ahvolni keltirib chiqadi. Endi yig'ib aytgan chog'da 25-yili ninki bu siyosiy bir parchalanish, asosan parchalanishi iqtisodiy qaror chiqarish uchun bu muhim bo'ldi-da. Iqtisod qaror chiqargan chog'da burunqidek eng arzon yer, eng unumi yuqori yer bilan moslashishimiz demay, kim bizga do'stona bo'lsa, qayerga bexatar bo'lsa, shular bilan birga hamkorlashishimiz deb bunday bir ish bo'ldi. Shuni jo'grafiya siyosiy bo'linish deb ilinyapti hozir. Endi 3-chi serimiga kelsak, pulninki paxollashi va o'sim nisbati yuzlanishi. Nurg'un qarindoshlar mendan burun so'ragandi, shu o'simninki zodi iqtisodga qandaq
rolu bar dep, bunun açıq rolları bar. O bir ayrım bir leksiya boldu. Mən onu keyin ýene bir sözläp bilişikqa tirişmän. Hazır meýerde 100-nji ýylam işe dep ötüp gitdim. Muşu 25-nji ýyly o Merkezi banklarynyňki puldan pahalaşyga karşı duruş bir ýyl boldy, ama bu hikaýa tügmedi bir ýyl. Ýene dawamlyk 26-njy ýyly ýene ip maňdy. Meselen dünýä miqyasyda pulnyň pahalaşy hazır asas jihetden tövän düşken bolsumu, buldy aldyňky ýyllarga garaganjagda, ma jedwelge garasaňyz, ýani Amerikanyňki puldan pahalaşy hazyrça 2,9 ýaky 3% bolup tügäýdi o bir ýylyň ýylyna agyrsa dawatydy. Bu dömäklik Federasiýa Zapasy Komitetininki 2% nişanydan heli ýukurda, 1% dek ýukur. Şoň özüňki diýen nişanyga ýetmedi. Şoň kelen ýylga ýene dawamlyk bu küreşni ip beriş gerek. Ama başga döwletlerninki, Ýawropanyňki, ularninki hemde ýene ma gülenip atgan bazarlarninki, döwletlerninki garagan çagda ular ýene baldyrak ösümni baldyrak düşädi. Muş Merkezi bankynyň ösümini. Amerikanyňki ýuqary ösümni uzarak tutup durmaz dep biziň prezident bilen bu Federasiýa Zapasy Komitetining başlygy ikisiniň göz garşy okşamay turup bular Federasiýanyňki uzarak tutup durmaz dep bir mezgil uzun egiz ýuqary ösümni tutupdy diye. Endi hazırky 13-nji aýynyň 10-nynki sansy bir garagan çagda hazırky ösüm 3,5-den 3,7-5. Buldy 3 gytym ösümni düşýärdi, bir ýyl 3 gytym düşýärdi. Eň ýuqary bolan çagda 5-de 5,2-5, 5,5 bolan 23-nji ýyly. Şu pulnyň pahalaşyga karşı turuş bir hyl kural bu. Bununki ahwaly mundaq. Hemde başga döwletler ösümlerini baldyrak düşýärdi. Amerika hel uzungaça ýuqary tutupdy. Hemde 4-nji serilmyga käsek, ýetgäpäsiňiz, 4-njiside şu ilgar ykdysatlarynynki içide hemde Amerika asaslyk herketlendiriş bir küçi. Munda aýtgan çagda bütün ilgar ykdysatlar dese Amerika bir wekil bolup turdy. Amerikanyňki alahide digen bir hadise bar. Çünki ýene Amerika hazır ykdysatly aslandy digen bilenmi ýene meýe garasaňlar meýerde 2% ösüpde. Ösüdi diýmekçi bir ýyl tahminen. Bir ýyl tügmedi-go. Ama Ýawropaga garasak, başga döwletlerge garasak endi Amerikanyňkini däwde nime üçin bu 2% ösdi diýsek, Amerikanyňki pulnyň bahalaşy bolsumy, baýak döwletniň gazy bolsumy, muşu AI, sünni aklga nurgun pullarny silip, meblaglarny silip, sünni aklny zor güçle terakki kıldy. Bu terakki kıldydy. Şoň üçin ýylyň beşida ykdysat aslaýdy digen bilen keyin bu sünni akylga salgan meblaglar ykdysatny käýinden iştirip ýuqargy pellige kötärdi. Şoň bilen bir ýyl 2% ösdi. Endi Ýawropaga garasak, Ýawropanyňki aldyňky ýyly buldy, aldyňky ýyl garagan çagda bir ýyl heli ösdi. Ona 1,2% ösüpdi, buldy 0,8'di. Onun aldyňky ýyl ondan töwendi. Angliýa bolsa buldy 1,1%, bir ýyl 1,3. Yapon bolsa buldy 0,3%, bir ýyl 1%ge ösülgände akyp durdy. Bularninki asaslygy bu taraplarda Ýawropanyňki ýuqary energiýanyňki bahasynyň ýuqarlygy, işläp çykyşynyňki tennarkysynyňki ýuqarlygy hemde şu maliýe siýasatynyň bek ihtiýatçanlygyndan ýaxşy ykdysatda ýaxşy ösämigini. Endi 5-nji serimyga keleli.
5-nji termiga kelsek, bu bolsa ýeňiden güllenewatgan bazarlar we terakki kılıwatgan iqtisatlarny sözläp ötümiz. Bununda parlak bir noktasy hazır bütün dünýä miqyasydaky iqtisady ösüşde ýanala muşu ýeňiden güllenewatgan bazarlar, muşu döwletler. Asiýa başlamçy bolganda Asiýadan. Bu közge görnärlik alayda iqtisatda ýaxşy bolanlar Hindistan boldy bu ýyl. Hindistanyňky bu ýyl 6,2 persende ösmäkçi dep ýuqary süratde ösüwatdy. Bularynky asas jihatdan özüniň GDP'si bu ýyl 4,3 trillion Amerika dollaryga ýetidi dep peraz kılwadydy ýylyň ahyrda. Iň ahyrky san çykmady dahy. Men bu san sıfırlarny 24-nji ýylda taýýarlap bolgandym. Aldyňky 2 günde asas jihatdan bayram boldygy. Endi hazır diýmek bular hazır muşu Hindistan Japonga ýetişip işip gitemdikin däwatdy. Hazır Hindistan bolsa 5-nji dünýädäki iň çoň iqtisatlaryň birisiga kiripatdy. Japon 4-njiside turýatdy näçe wagtdan beri. Hem de 4-njisi ötüp gitganda kyp turdy diýdi. Hem de Jungony ýetip gelsek, Jungonyňki aslandy hazır bu ýyl 4,5% ösdi diýdi, amma bu sanga işengil olmaýdança. Çünki men Dünýä Bankyda işläwatgan çagdymda Jungonyň ösüş nispetini özümiz aýrym san sıfırlardan hesaplatdyk. Ularyň hesaplap bergenini ammatdyk. Çünki ularyň hesaplaş usuly dünýäniň başga standardy hesaplaş usullary okuşmaýdyken bir kadar. Şoň üçin onu ança togry emas dep, şoň üçin bu 4,5 ge sual goýup goýsak boldy. Bu özüniňki digen sany. Endi bu Hindistan näme üçin bundaq ösüp ketdi 6,2% digen çagda ularyň asas jihatdan özüniňki döwletininki istimaly işip, muaşinemi işip, bu bir tarapdan. Ýani bir taraplamydan bular IT, tehnologiýa we gatnaş togusy açdaky mulazimat sahalaryny ýaxşy taraqky kıldyryp, ondan asas kuruluşga ýaxşy meblag selip, asas kuruluşlarga siyasi jihatdan islahat kılıp, muşu işläp çykyryşyny ragbatlantyrış, bu sanaatlaryny, eksportny ragbatlantyrış siýasyny ýüzleşdirdi. Ondan ularda bolupmy ýaş emgek güçi näýdi. Tehniklik ýaş emgek güçi çykkan. Sırtda işläp pul tepip, meselem Amerika, Ýewropa diýenlerde özüniň döwletige jyk pullarny äbädi digende bular. Özüniň döwletini güllendirdiken. Turwatgan jaýdan pul tepip, özüniň döwletige pul äbädip, özüniň döwletini beýdi diken. Bunda bir ahwal bar eken. Şoň üçin bu Hindistanyňki bunda ösüp gitişi. Hem de 6-njy termiga kelsek boldy. Bu sual kelsek hemde bu terakki kılmagan döwletlerninki, terakki kılgan döwletlerniň içi kirmeýdiganlar hemisi şulara kiridi. Hemde bunyň içinde Asiýada Jungo, India, Hindistan, Indonesiya, Malaysia, Filipin, Tayland digендek Latin Amerikadan bar. Brazil, Meksiko, Argentina, Kolumbiya, Peru. Ondan keyin Otur Asiýa, Ýewropa, Otur Asiýanyňky Russiýa, Türkiýe, Poland, Çek, Kazakistan digендek. Afrikada South Africa, Misir, Nigeria, Kenya, Otur Şerqde Saudy Arabistan digендek muştaq döwletler kirdi. Ondan başga BRICS diýen döwletler bar. Ular Brazil, Russiýa, Hindistan, Jungo, Janubi Afrika diýen bular bu aýrym bir grup bolganlar. Şununğa okşaş muşundaq bular näýdi bir çoň raýon. Asas jihatdan muşu
Tərəqqi qılğan iqtisadlardan kirməgənlər. Tərəqqi qılğan iqtisadlar məsələn Amerika, Kanada, mayaqda Yevropadakı həmin aşı dövlətlər, Qərbi Yevropadakı. Ondan Asiyada Yapon, Avstraliya, Yeni Janubi Koreya degəndə Hong Kong, Makao, Tayvan deganlar kirdi tərəqqi qılğan dövlətlərə. Ondan o'ttirliqda yəni İsrail, Czech Republic, Sloveniya, yəni qayoq qoldi? Malta, Cyprus, Estoniya, Latviya, Latviya degan yerlar qatorliqlar ular müş tərəqqi qılğan dövlətlər kirdi. İşte o hozir o'zgarib turdi. Masalan, qaybi dövlətlər bək tərəqqi ketgandan yilda bir bularni tekshirib bo'linishga to'g'ri keldi. Hozircha mushundaq bo'lingan. Endi 6-siga kelandik. Altıncısı naydı bir muhim sırtma bu. Bu bo'lsa davlatlarninki qarz masalasi. Davlatlarning qarz masalasi endi biz yil qarasak 25-yili bir eng ig'irlashgan bir yil bo'ldi. Chunki bu yuqori o'sim, ondan qarzlar qo'shilib bir-birisining to'pisiga bo'libmi Covid vaqtida, pandemik vaqtida nurg'un davlatlarimiz qarz oldi, ishlab chiqarish asos jihatdan to'xtagan chog'larda. Uningga qaytilib yuqori o'sim. Bular hammasi qarz qaytirishning qiyinlik bo'lganligini biz yil his qildik 25-yili. Masalan, davlat qarzi to'lash tannarxisi shu Amerikani misol qilib o'tsaklar 1 trilliondan oshdi. 1 trillion Amerika dollaridan. Shuning uchun bu hamda bu 1 trillion dollar degan jiq pulda. Agar mush pulni boshqa asosiy ishlab chiqarish yoki boshqa ijtimoiy programmalarga ishlatmay mushu qarzningki qarzning o'simini to'lashga mushuncha pul sarf qilyotdi. Bu bir ig'ir ahvol. Endi qarzningki GDPga bo'lgan nisbatini desak, masalan Yapon hayron qolg'idak 235% mushtaq nisbati bo'lyotdi. Shuning uchun mushu barliq siyosat belguvchilarninki Yaponda moliya zaxirasini qaytadan qurishga oldingi o'ringa qo'yishninki zarurligini ta'kidlayapti hozir. Bu bir ig'ir ahvol. Buni hozir qo'yib turaylik. Ma'lum hammasi yilning oxirida tugmagandan keyin taxminan sonlamışlarmiz to'g'anlar. Bu qarzning ahvoli shunda bir ig'ir ahvol. Endi 7-sirtmaga kelamdik. Davlatlar qanday qarz bu masalan o'zingiz bir oyildanmi qarz olsangiz banka qo'yib qarz olsiz. Masalan, bankaninki qarzningki o'sim bo'ldi. Shunda siz to'laganda bankaning qarzi bilan o'simini qo'shib to'laysiz. 100 ming olgan bo'lsangiz, o'sim bilan 150 ming bo'lib ketishi mumkin. Masalan, 15 yil, 20 yillik qarz olsangiz. Endi davlatlar banka qo'yib qarz olmaydi. Ular zoyim chiqardi. Amerikani masalaga olsak, misolga Amerika bir zoyim chiqardi. Zoyimninki o'sim bo'ldi. Şu bu zoyimni boshqa davlatlarimiz Amerikaning ishchi teshidikilarimiz oladi. Bu zoyimni setish orqali undan keyin bu hukumat bularga o'sim to'laydi. Men agar Amerikaninki hukumatining 6% zoyimini olgan bo'lsam, Covid vaqtlarida
Manga şu 6% төләп birdi. Onunki men meyli 5 yıllık, 10 yıllık algan bolsam, 10 yılınki müddet toşkandan keyin bana her yılı onun ösümini төләп bergenden başka yana men zayımnınki asli pulni yana qaytırış gerek. Şunun için hazır bularınki işte qarxalar yansı zayım qağalar, şirketlerimiz zayım çıqırdı mesela. Mekteplerimi çıqırdı Amerikada. Şundaq qilib qarz oldi. Buningkin yildan yilga bu zayımlarni chiqaravergandan o'sim yuqori yillarda buningki o'sim nihoyatda yuqori bo'ldi. O'sim tuvan yillarda o'sim tuvan bo'ldi. Ammo shular hammasi qo'shilib kelib bu 25-yili biz shu markaziy banklarninki o'simi bu zayımlarninki o'simini belgilaydi. Shuning uchun necha yilning oyog'i biz yuqori o'simni judoq. Banka pul qo'ysangiz palonchi o'simga 5%ga, 6%ga, muncha yillik muncha %ga deb qarz olsangiz undan yuqoriroq bo'ldi %lari. Masalan, Amerikada xalqlar uy olsa. Shunga o'xshash bir oilani boshqarganga o'xshash davlatning shundoq qarzlar bilan qarzini olgan qarzini to'lash kerak. Hozir qarz o'zini emas, shu qarzningki shu o'simlarni service charge deb qo'ydi. Tannarqisida o'sib ketib bordi. Chunki necha yilning oyog'i bu o'sim yuqori bo'lgandan keyin bu yildan yilga qaytilib shu o'simga bo'g'ilib ketdi. Endi hozir bundan nima qilsak, buningki natijada buningki hammasiningki o'simi shu abaydab o'tgandek men shu markaziy bankininki o'simiga bog'langan. Endi hozir asosan tushyapti agar bir yil yana yangi mushtaq zayımlarni chiqarsa, ularninki o'simi bultu o'zoqlardan sal to'varoq bo'ldi. Ammo uni yana kelajakda to'lash kerak-da. Bu hozir burunqi olgan qarzlarninki o'zi ham uningki o'simini to'layapti. Shunga hozir mana Amerika o'zi shu o'simini to'lash uchun $1 trillion ketib qoldi. Bu nihoyatda bir muhim ta'sirlar bo'lyapti-da, moliya jihatdan bir cho'ng besim bo'ldi. Onun tanaqqisini to'lash, ondan agar u bo'lmagan bo'lsa, shu $1 trillionni siz asos qurilishlarga yo bo'lmasa sog'liqni saqlash, ma'riflarga ishlatsangiz, nurg'un AI'ga hozir bo'linayotgan ishlatsangiz nihoyatda cho'ng bir pulda. Anadan kompaniyalarga qarasak, ko'p shirkatlarga bularninki nurg'un ta'sirlar bo'lib ketadi. Bizneslarninki tannarqisi o'sib ketdi bu o'simninki qarz o'simining dadidan. Bu savdoga kelsak, savdolar ostlashdi, ishlab chiqarish ostlashdi mush qarzningki ta'siridan. Hamda shu qarzningki nurg'un odamlar to'lamaydigan odamlar emas, davlatlar, shirkatlar to'lamaydigan darajaga kelib, qayda shirkatlar vayron bo'lgan chog'da hamma nimasini setib shu qarzlarni to'lashga oldida shu qarzlarni to'lash majbur bo'ldi. Shundoq qarzlar bu. Hamda 7-siga kelamdiq. Bu nihoyat og'ir ahvol qarz. Buningga kelajak yilda yana yaqin ko'z tutishimiz kerak kelajak yil bo'lgan chog'da. 7-si oltin to'g'risidami? 7-si hamda oltinninki bahosining o'sishi. Ben 10-oyda bir leksiya qandim, onun tafsiri dunyodagi oltin bozorining ahvoli qandaq deb, nima uchun o'sib ketib bordi degan to'g'risida. Agar tafsili bilmadinglar, meningki YouTube kanalimga kirib, shuni ko'rib olsanglar bo'ldi. Meyada hamda men ozroq so'zlab o'tib ketay. Mau sertmiqqa qarasak hozir oltin hozir bizningki odatdagi tovardan bosib o'tib, hozir oltin dunyoviy pul mudofaasi xarakteriga o'tib ketdi. Bir yil mana 70% o'sibdi. Dunyodagi rekordni yaratdi-da, 50 yilning oyog'i bo'lgan bir rekordni yaratdi. Hozir shu bir yil shu
24-23 ýyllar, 24 ýyllar altynnyň bahasy eň ýukarıga çykyp 2-3 gün burunlam 4525 bir aňsyga şundaka çykyp ketdi. Endi bundaq bir ýötkilişi hamda bu altyn nime bilen baha berdigo, bahasyny dollar bilen berdi. Dollarnyňki bahasy dünýä bazasyda çüşüp çykyp daguluşup turgan bolsamy amma altyn ýanala özüniň kymmetini ýogatmay bargansary ösüp meňiwatydy. O muşu dünýädäki merkezi banklar bolupmy Şerqdäki, Asiýadäki hazır muşu rekord yaratgandek altyny elip özüniň zapasyny kogdaşga altyn elip banklaryny çyňdawatydy. Endi bu bizge naýaty bir oçuk bir bazar muşu dünýä bazary bizge bir oçuk signal berýärdi. Bu signal nime deseňler muşu dünýä miqyasydaky qarzynyňki ösümi aldynky seripli köýgendek şunda bir sewiýege çykyp ketgen çagda kötürilip, hakla kagaz puldan ümitsizlenip şu altynga özüni atydy. Şonlar altyn pakat adatdaki bir tovar meblag saldygan bolmay, bu asaslyk bexatarlik bir joy dep bilinidi hem 26-njy aldymyz kelyapgan şundaq 26-njy ýyldamy şundaq bolady. Bununğa naýaty dikkat kılsak boldy. Bu altyny şunçy sözläp duray. Emdi 8-nji seriňe geleýli. 8-nji seriňe kelsek sanaatdäki bir muhim buruluş. Sünni akyl dolquny. Gaýdy sünni akyl güllenişi däwatydy. Sünni akyl inqilabymy däwatydy hazır. Şoň üçin bu hazır altyny mudapiýalyk strategiýalik meblag siliş digen bolsak 25-nji ýyly. Emdi bu altyn bolsa, altyn demegim bu sünni akyl bolsa, AI bolsa hujum qilish bir strategiýasi bolýardy bisil. Emde kelek ýyllarda şundaq boldy. Emdi bu tehnologiýanyňki bundaq burilişi, AI'ninki inqilabydek bunda bir kozgulyşy, tez süratde işi 25-nji ýylda bu pakat bir teşviqat emas. Bu bir teşviqat emas. Bu hazır nurgun meblaglarni särip kılwatydy bolupmy Amerikada. Meselen mao sallyk merkezler kurulwatydy, nurgunlygan meblag silip hesaplaş küçüğini küçüýetýärdi bolupmy Amerikanyň işide. Men keyin bir sansipirlerini bermen. Bu xil meblag siliş AI'ga hazır ykdysadnyňki işläp çykyryşynyňki işi önümini kötürüp ýetýärdi. Bununda emdi bizge biz muşu töwen önümlik işläp çykyryşdan bir gutulup kelejekde şu töwen işläp çykyryş bir tozugydan gutulup asasy jihatdan tehimi ýukur önümlik boluşy mümkinligini görüp alalarymyz. AI arkaly. Amma bu hazır texnologiýa aksiýa bazarda texnologiýanyňki turaksyz boluşy bazarnyňki bahasynyňki dagoluşy çykyp düşüp lekin kripto marketniňki kripto bazarnyňkimi naýaty düşüp çykyp dagoluşy muşu bazarnyňki bahasyny şiddet bilen teňşäwatydy.
Demek, bu bir bütün maliyeninki, dünyadaki maliyeninki turaqlıq boluşuğa iğir tesirlerini körsatýardy. Bu yana biz 26-njy naýaty diqqat bilen qaraydygan bir tarapmy muş tarap. Tehnologiýanyňki daguluşy we kripto bazarynynki daguluşy qandaq maliýe bazaryga häwplen ip geldi digen. Emdi 9-njysyga keleyli. 9-njysı bolsa bu bir stratejiýelik aldyňky sep. Bu aldyňky sep nime desep? Chips, elektroluk maşina we minerallar, asyp bolgan minerallar. Ýeňi neft digen bir ukum çykdy hazır. Bu ýeňi neft digen nime dese, burun nefti bar döwletler bay bolup, baylykny kontrol kılıdygan hazırky ýeňi neft nime dese, bay biz altyny sözläp ötdik, AI'ni sözläp ötdik. Emdi bu semiconductor chiplar bu 21-nji äsirdeki ýeňi neft boldugan boldy. O chiplar bolmasa AI'ninki aldyňky sertmedeki bunda güllenişi mümkin bolmaýdy. Bunu naýat ýaxşy düşünişimiz gerekde. Jograpiyalik siýasat tosalgylar. Bunun da hazır 90%deki chiplar hazır yani Tayvanda işlep çıkılmadıdı. Bu bolsa bir silikon kalkanlarını payda kılıvadıdı. Jograpiyalik şu ciddiçilik noktası hazır her bir dünya miqyasidagi mablag' saqlaguchilarninki ko'rsatadigan bir noktası. Eğer mushu ta'minlash zanjiri uzilib ketsa, tushundingizmi? Agar mushu ta'minlash zanjiri uzilib ketsa, bu GDP'ga naýatda qattiq zarba boldy. Bu zarba maliýe zarbisi, maliýe krisisimi, iğir krisisini bütün dünýäge ip geldi. Şoň üçin Tayvan naýatda bir muhim halkylyk iqtisadi uruşda bir halkylyk joy bolup galdy. Andan yana birisi elektroluk maşina uruşy dünýadaki. Dünýada endi bir korkunçluk bir iş paýda boldy. Bütün ýerge Jungonyňki elektroluk maşinasy besip ketdi. Şununğa karta Amerika, Ýewropadagi döwletler hemmisi bunyň tambojyny baş goşdy. Amerika 100% goşdy. Ýewropada 48%, 46% şundaq goşdy. Buningda yana şu dünýä miqyasydaky bazarynki parçalanyşyny gösterdi. Asasy bolgan mazmun muşu 25-nji ýylyny düşünüş üçin biz muşu ötüp ketgen muşu ýylyny düşünüş üçin biz çokum bu sodany, dünýä sodasyny düşünişimiz gerek. Bu dünýä sodasy burunkydak mal setip, mal kirgiziş, import, eksport kılıçlar emas addylar. Hazır kim tehnologiýany we baylykny kontrol kılsa, şu utup çykdy digen gep. Şoň üçin bununğa naýatly diqqat kılsak boldy. Emdi asaslyky bu 25-nji ýyly dünýä ykdysadyda üçin hem krisis hem bir pursat bolgan bir ýyl boldy. Bir tarapdan biz iğir qarz we jograpiyalik siyasi besimlarny his kıldyk, duş geldik bularga. Yana bir tarapdan sünni aqlynynki güllenişi bu iqtisatlarny yana bir juqur derejege kötürdi. Şoň üçin hem pursat hem bir hawap bir ýyl boldy. Şoň üçin
25 yılını muşundaq düşensek boldu. Endi 10-njy sertimizga kelayli. 10-njysyga kelsek, bu bolsa altynny sözüldik, AI'ny sözüldik, çiplarny sözüldik, hamda emgek güçi bazyry we ijtimai meseleler. Emgek güçi bazyry qarsak, dünýädäki asas jihatdan turaklyk, amma azrak boşiş bar. Bolupmu muşu iqtisad terakki qilgan döwletlerde. Amerikanyňki işsiz nispeti hazır 4,2%, 4,4 digenlerimi bar. Diýen ýylyň ahyrlaşmady şu etrapda. Amma asaslyk mesele işsizlik emas. Bu bolsa maharet jihatdäki perq. Hazır bütün dünýädäki dünýä miqyasydaky muşu karhanlar, şirketler, sanatlar muşundaq ýuqary maharetdäki hyzmatçylarny tepişi näçe täs bolady. Meselem zamanywy ýuqary texnikge, maharetge ega adamlarny tapmak täs bolady. Emgek güçi jiq, amma bunda laýyk adamlarny tepiş täs bolady. Onunğa goşulyp hazır muşu terakki qilgan döwletlerniňki köçmenler siýasaty özgerdi. Nurgun döwletler Amerika içinde burunqydak jiq köçmenler köçüp kirämeýdi. Kanunsyz kirgenlerni çykyryp ýetip barady. Şoň bilen billa meselem bu emgek güçi teminatyga hem täsir kılady. Bolupmu emgek güçini jiq işletidigan sahalarda bu sahalarda pul pahallaşyş aşyryşy mümkin. Çünki köçmenlerni emgek güçi jiq işletidigan ýerlerge işletse äzerek bahada işletidi. Eger köçmenler bolmay ýerliklerni işletse ýuqary maaş berip işletiş geldi. Şunundan bu sahada pulnyň bahalaşy mümkinligi bar. Bu bir bizniňki 26-njy ýyly közledigan bir nokta. Emdi men wagtymyzmy heli bir berip galdy. Emdi men ahyrda bir özümniň sözgellerimni bir hulasla 11-nji şunu bir nime goýtaýman. Hulaslap eýtäý özümniňki sözgellerimni emdi muhim işler bir ýyl bolgan ahyrky ýepiş sözüm bolsun bu. Emdi 25-nji ýyly bolsa jygyp etken çagda intaýyn bir ziddiyetlik bir ýyl boldy. Näçe bir ziddiyetlik bir ýyl boldy. Birinciden şu makro besimi boldy. Amerikanyňki GDP'si taryhdan buýan bolgan eň ýuqary pällega ýetdi 30 trillion Amerika dollarsy. Amma dünýäniňki qarzy tagdak turunup getdi 346 trillion. Ma bir şunda bir çoň pulda dünýäniňki qarzy. Bir tarapdan bu pulnyň pahalysy muqimlaşgan bolsunmu, amma ýuqary ösüm bolganlygydan altynyňki bahasyny ýuqary kötüripetdi. Qazyňki ösüm ýuqary bolup qaz gaýtyryş täs kelip altyn ýuqary baha näçe ýuqary bir bahaga kötüripetdi-de dünýäde. Bu dünýäniňki bu qarz karşı suharta siýasaty rolunu oýnap galdy bu altyn. Şuňandyňyzmy? Ikinciden stratejiýelik musabaqa boldy. Bu ganda musabaqa diýseniz, nurgun döwletler özüniňki döwletdeki elektroluk maşinalaryny gogdap geliş üçin bu Jungonyňki bütün dünýäge ýamrap ketken
elektrikli maşinlarını tosaş üçün 100% Amerika tarif qoşdu. Avropa 40 neçə % qoşdu. Ondan bu qaysı chiplarni, lithium chip, az ko'riladigan tuproqlarni bularni kim kontrol qilish to'g'risidami, kim tizginlash to'g'risidami bir jiddiychilik ahvollar bo'ldi. Ondan 3-dan kelgan chog'da bu AI ziddiyati. Bir tarafdan AI gullanib, mana butun dunyo miqyosida 1,5 trillionni Amerika dollarsini mablag' silib AI'ni gullantiryotidi. Buningki mutlaq ko'p prosentsi pul qo'ygan 70-80% Amerikadan bo'ldi, qolganlari boshqa yerda. Amerikaningki asosiy tarafi shu xususiy shirkatlarningki mablag' soqalari ko'parak. Yana bir tarafdan bizningki bu emgak kuchi bozorimiz ostinlab ketdi. Bu AI'ning taraqqi qilganligini emgak kuchi bozorida biz sezdik. Bir tarafdan mahsulotningki bu AI bir tarafdan mahsulotningki ishini ko'taryapti. Mahsuloti inqilobiy deyishyotidi hozir. Yana bir tarafdan bozorningki shu ish izlash bozorininki sovib ketganligini ko'rdik. Endi 26-yilga nazar solsak, kelajak yilga savdo vaziyati hamda faqat jo'grafiyalik o'rin bilan cheklanibla qolmaydi. Balki texnika, chidamchilik va jo'grafiyaviy iqtisodiy bexatarlikni shuni bilan munosabatlikda hozir. Shuning uchun burunqidek qayerda narsalar arzon bo'lsa, shu yerda ishlab chiqarib, narsalar ig'ir qimmat yerlarga turib setib, iqtisodningki ishlab chiqarishning unumini mundoq ko'targan bo'lsak, hozir qayerda bexatar bo'lsa, kim sizga do'stona davlatlarda, bexatarlik ishinadigan yerlarda ishlab chiqarish bu bir o'zgarish nuqtasi bo'lib qoldi. Shuning bilan men so'zimni mashada oxirlashtiray, chunki mening yana bir programmam bor orqada. Qolgan savollar bo'lsa, tuanga yozib qo'yasizlar, yana bir qaytimda yana men yaxshiroq so'zlashga tirishaman. Hammanglarningki anglab berganinglarga rahmat. Rahmat Gulnaz Abduqodir xonim, bugungi programmamizni yaxshi uchurlarni berdingiz. Iqtisod sohasiniki siz bir yangi bir pam bo'g'ashqa jiq qilqi savollarni so'rablamay ekanman. Siz vaqtingiz qisqan. Bugungi programmamizni mishaga oxirlashtirib, Clark Sanders davomli ekran taklif qilib, bu dunyoni iqtisodlari bilan nima ishda o'zgarishi bo'layotidi, mushaqqadan tahlillar o'qib qolsani programmasini taklif qilamiz. Bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib, bu programma qatnashganingizga jiddiy rahmat aytaman. Clark Sanders davomli ko'rishamiz. Allohga omonat bo'ling. Allohga omonat. Rahmat hammanglarga. Xo'sh. Xo'sh. Clark Sanders ko'rishaylik. Allohga omonat.